Yashashni orzu qilib, majburligidan qaynona-qaynotasini ishini qilib kelayotgan kelinlar. Sizlar bizga o'xshab maza qilib yashaysizlar. Xohlaganingizni ishinglarni qilib, xohlaganingizni yotib damilarni olasizlar. Sizlarni majburlab uyg'otsa, bizlarni erkalab uyg'otishadi. degan reelslarga ko'zim tushib qoldi. Hurmatli alohida yashaydigan kelinlar, esinglardan chiqarmaylik. Qaynanali kelin qarqara kelin, qaynanasiz kelin masxara kelin. Biz sizlarga o'xshab kasal bo'lganimizda ham o'zimizga o'zimiz xizmat qilmaymiz. Qaynona onajonimizni qo'llaridan issiqqina ovqat ichib, erkak kelin bo'lib yotamiz. Hurmatli kelinlar, unchalik qaynonanglarni yomon ko'rmanglar. Ertadan keyin sizlar ham qaynona bo'lasizlar. Qaynonanglar ham xuddi sizlarni onanglarga o'xshagan ona. Bugun nimani eksanglar, ertaga o'shani o'rasizlar. Bekorga yetishmagan, qarisi bor, uyi parisi bor deb. Men qaynona onajonimlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bolalarim kasal bo'lganda, o'zim kasal bo'lganimda faqat qaynona onajonimlar kunimga yaraydilar. Так что alohida yashaydigan kelinlar ko'pchiliklarni o'zingizga yetinglar. Kelajakda yaxshi kelinni olmoqchi bo'lsanglar, qaynonanglarni roziligini olinglar, chunki bu dunyo qaytar dunyo. Qaynanajonlar, nima dedinglar, gapim to'g'rimi?